Assalomu alaykum kanalimizning obunachilari, bizlarni doimiy kuzatuvchilar. Bugun mana yana universal drabelkamizni 2026-yilgi modellarimiz yetib keldi. Xudo xolasa bularning obzorlarini qilib o'tamiz. Bu modelimiz 500 ga 30 modeli bo'ladi. 101 kilo og'irligi, sof og'irligi. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Bularni obzor qilib qisqacha tushuntirib o'taman va ularni ishlash jarayonlari, xashak, don o'tkazishlarini qo'yib beraman. Narxlari bilan ham keyin hammasini tanishtirib o'taman. Bu ikki xil variantda bo'ladi. Bu modelimiz 500 ga 24 model hisoblanadi. Mana bunisi ham. Bu 88 kilo bo'ladi. Bir-biriga o'xshash juda ham, mana ko'rib turibsizlar. Pashti bir xil hisoblanadi. Faqat bu ob'yom kamroq chiqadi, bu ko'proq chiqadi. O'shaning evaziga bularning narxlarida ham anchagina narxlarda farqlar bor. Bularni chiroyli qilib ishlatib, ho'l xashak, quruq xashak va donlarni o'tkazib sizlarga chiroyli qilib ko'rsatib beramiz va bitta tanishtirib o'taman. Buni hozir bu tomonidan mana xashak o'tadigan joyimiz hisoblanadi. Quruq ho'l xashaklarni bemalol mana shu joydan solasiz, maydalab chiqazib beradi. Chiqazadigan joyimiz 3 ta joydan chiqazishingiz mumkin o'zingizga qulay qilib. Balandroq joyda bo'lsa, mana shuni balandroq joyga tashlatsangiz ham bo'ladi. Yoki pastroqda, eng tagidagi mana tushiradigan joyimiz ham bor. Keyin bular ikkita lenta bilan, ikkita remen bilan harakatlanadi. Yopiq podshipniklar bilan jihozlangan, mana chang kirmaydigan, chipris bilan moylanadi, mana ko'rsatib o'raylik bitta. Buni litol bilan moylab qo'yasizlar. Zakreti chang kirmaydigan podshipniklar ko'pga ketadi. Keyin mana motorimizga keladigan bo'lsak, 4 kilovatlik o'sha tepasida datchikli motorlar. Kuchli motor hisoblanadi bular. Bular oddiy xonadonda 220 tokda ishlaydi. Rozetkaga, oddiy rozetkaga tiqib, har qanday chorvasi bor inson hovlisiga bittadan bemalol qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bular yana qulayliklarni aytaman, bular past tokka ishlaydi. Tok tanlamaydi umuman. Endi sitkasiga kelgan bo'lsak, agar men sitkasini bitta ko'rsataylik. Bu eng yirik sitkamiz hisoblanadi bu. Bu dag'al xashaklar uchun. Hozir bittama-bitta ko'rsataman. Keyin mana bu eng mayda xashak o'tkazish uchun sitka hisoblanadi. Bu qolganlari hammasi dondeki, mana bu yerda ko'rsatdik. Yarma qilib beradi, yirik qilib. Bunisi ham donga, bu ham yarma qilib beradi va mana bunisi eng mayini hisoblanadi. Bu donlarni mana kepak qilib beradi mana shu narsa. Demak, xo'sh, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta va ichida bitta yopiq sitkasi bor. Hozir yopiq sitkasini ham ko'rsatib beraman sizlarga. Mana shuni hozir ochamiz. 19 kg bilan ochiladi bu. Ochib ichidagi pichoqlarni ham bitta ko'rsatib o'raman hozir obzor qilib. Kimga ichidagi pichoqlar qiziq bo'lsa, hozir ichini ham bitta ko'rsatib beraman. Bismillah. Mana ichini bitta ko'rsataylik. Mana pichoqlarimiz kamboy pichoqlar hisoblanadi. Bular ho'l xashaklarni yanchib berishga yordam beradi va molotuklarimiz bor. Jami pichoqlarimiz 45 ta hisoblanadi. 45 ta pichoq bilan jihozlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni sanab chiqishingiz mumkin. Keyin ichida mana yopiq sitkamiz bor. Ho'l xashak o'tkazishda mana shu yopiq sitkadan foydalansangiz bo'ladi. Avtomatlarimizga keladigan bo'lsak, mana avtomatlari bilan qalin kabellar bilan jihozlangan, ko'rib turibsizlar. Avtomat hammaga qotiriladi. Tak, yopamiz buni. Endi men bunisiga keladigan bo'lsak, bunisi ham xuddi shunga o'xshab o'sha sitkalari mana kambilikda bularning sitkalari ikkalasiniki ham biriga bir xil bo'ladi, faqat enida farq qiladi. Mana xuddi shunaqa 5 ta sitka va ichidagi bilan ichini ko'rsataman. Ichidagi bilan 6 ta sitka hisoblanadi. Mana u nargisi bilan buni farqini mana ko'rishingiz mumkin. Bu 3 qatorida, ularda 5 qatorida. Malotoklar va kamboy pichoqlar, bu yoqda mana qattiq tig'ili chugun pichoqlarimiz bor. U yoqdan xashaklarni kesib turadigan va ichkaridan maydalab chiqazib beradigan pichoqlar va malotoklar bor. Mana yopiq sitkamiz ham bor. Endi buni ikkalasini ham hozir bittasini tanlaymizda, ishlash jarayonlarini sizlarga qo'yib beraman. Mana bunisini xashak soladigan joyini hozir o'zimizga moslab olamiz. Buni yechib, chunki mana shu yonboshdan xashak solinadi. Mana bo'shatib oldik. Avval hamma joyini bir ko'rib chiqish kerak. Mana buni olib tashlaymiz hozir aka. Vaqtincha chunki xashak solinadi bu yerdan. Mana bo'lgan joyga qotirib qo'yamiz.
Mana xashagimizni taxlab oldik, xudo xolasa, qo'l xashak. Keyin quruq xashagimiz ham bor. Bu oddiy mana xonadonda atrofida hamma joyda o'sadigan dag'al xashakdan ko'rsatib beramiz. Keyin donimiz bor, mana satilda turibdi. Hammasini o'tkazib, hozir chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz, xudo xolasa. Qani bitta o'sha yergacha. Nurali bismillah. Bir tomonga o'tib olsanglar endi. Qattiqda bular mana shular. Ko'rsatib o'ramiz mana qarang. Qo'l xashagimizni ko'ryapsiz mana. Qanaqangi dag'al xashag edi mana. Bemalol moliydi-da mana. Tiqilib qoldi degan narsa bo'lmaydi. Bularda qo'l xashakni ham zo'r o'tkazadi-da bular. Hozir quruq xashakni ham o'tkazaman, donni ham o'tkazib bitta ko'rsatib beraman mana. Mana. Chiroyli qilib o'tkazib berdi. Endi hozir quruq xashakni ham bitta o'tkazamiz. Ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Quruq xashakni ham qanday o'tkazishini. Mana qo'l xashakni chiqazganimizni ko'rdinglar. Endi mana quruq xashaklarimiz bor. Mana oddiy shu dag'al xashakda endi bu ko'chada o'sayotgan xashaklardan. Mana shuni. Buni hozir sitkasi qo'yilmagan, zakritli sitkada shunday prama o'tkazyapmiz. Va teshik sitkalar qo'yilmaganda yopiq sitka. Hozir pichoqlar to'g'ridan-to'g'ri maydalab otyapti. Hech qanday sitkadan o'tmayapti. Ana shunaqa qo'l xashak bo'lsa, yumshoq xashak bo'lsa, mana shunaqa razmerda chiqazmoqchi bo'lsangizlar, mana shunaqa besitka yopiq ana sitkadan o'tkazishlaringiz mumkin. Sitkani qo'ysak juda ham mayin qoradi, juda mayda qora, o'shaning uchun sitka qo'yganimiz yo'q. To'g'ridan-to'g'ri yopiq tunuka turibdi hozir. Endi quruq xashakni o'tkazib beramiz. Qo'shamiz endi buni bitta bismillah.
ortadan ko'rsat. Mana ko'ryapsizlar, hozir setka qo'ymasdan o'tkazgan hashagimizni mana o'tkazgan ko'ringlar endi mana. Hali bu setkasiz o'tkazyapmiz buni. Mayin juda. Yeriga yo'q umuman. Mana bu yoqlargacha yo'q. Otib yubordi mana. Abrod baland. Mana qo'l xashakni ham, quruq xashakni ham o'tkazdik. Endi donimiz bor bizani. Hozir endi don qo'yishimiz uchun, don o'tkazishimiz uchun mana hozir bitta setka qo'yamiz. Setkani qo'yish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman bitta. Xohlasa donni ham o'tkazib ko'rsatib beramiz. Bir 10 kilocha makkay donimiz bor mana. O'shani o'tkazib, qani necha minutda o'tkazadi? Bismillah, mana ichini bitta ko'rsaydik. Mana shaklarimizni o'tkazib chiroyli qilib. Endi hozir don o'tkazamiz. Xo'sh, setkasini olamiz buni, mana bu yopiqni. Mana qaysida o'tkazganligimizni ko'rsataman mana endi. Mana shu yopig'i turgan mana. Endi setkamizni hozir setkalarimiz mana setkasini mayinni qo'yyapmiz, xudo xolasa mana dondikini. Managa hashak tiqilib qopti-da men bergay. Mana setkamizni qo'yib oldik. Bu setkada ikkita yo'l bor. Pastdan ketib qolmas kerak. Mana shu tepaga chiqib kelish kerak. Yo'li ikkita. Bu yerdan qo'lda tiqib ozgina ko'tarib yuborasizlar, mana shu tepaga keladi. Oldingi yopiq turgan setkamiz pastga turadi. O'sha mana bu setkalarimiz, teshikli setkalar hammasi tepaga kelib, mana shu joyga taqaladi mana bunga. O'shanda to'g'ri bo'ladi. O'shani adashmaylar qo'ygan vaqtda setka. Endi yopamiz buni, mana setkani qo'yib oldik, dondikini, xudo xolasa. Qotirib olamiz bularni. Xo'sh. Burab yopib qo'ydik. Mana bularni yopib olamiz. Chunki bu xashak soladigan joyimiz hisoblanadi. Yopdik mana. Chunki bu yerdan bo'lmasam donda changi chiqib ketishi mumkin. Setka qo'yilgandan keyin faqat mana shu pastdan chiqadi, bilib qo'yinglar. Setka qo'yildimi, nima solinsa ham o'sha tagidan chiqazlar. Bo'ldi. Endi donni qo'yamiz, mana ke. Taxminan 10 kilocha donimiz bor, balkim og'irdir. Mana shu donimizni hozir ko'ramiz, necha minutda o'tkazadi. Boshladikmi? O'tkazamizmi? Bismillah. Mana bu yerda ochadigan joyimiz bor. Mashinani sekingina ko'taraveramiz mana. Bo'ldi, hozir qotirib qo'yasiz. Mana o'zi ketaveradi. Mana qo'yib qo'yasiz. Xohlasangiz ko'proq ochishimiz mumkin, xohlasangiz kamroq. Masalan, ko'paytiramiz. Mana yetib qo'yamiz. Mana 10 kilo donamiz, ko'ramiz, necha minutda pishishini. Tangimasligi uchun ozgina karobka qo'yib qo'yilsa tangini. Hozirda karobka bo'lmagancha mana
bitta plastmassa og'orani qo'yib qo'ydik. Ichida endi ozgina to'liq chiqib ketishini kutdik. Necha minutda o'tdi? 2 minutda, 10 kilo donimiz mana. Mana ko'rishingiz mumkin. Bemalol sepib bersa bo'ladi. Mana oshqozoniga yuqadigan darajada qilib o'tkazib beryapti. Eng mayda setkasi. Ana donni ham o'tkazib bemalol. Xohlasangiz bundan ham mayinroq setka qo'yib olishingiz mumkin o'zingiz. Endi bularni hozir eng mayin setkasidan o'tkazdik mana shu donimizni. Endi bularni mana ko'ryapsizlar, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. Ikkitasini ham hozir narxlarini aytib o'tamiz. Bunisi bu hozir ishlatganimiz 101 kilolik hisoblanadi. Setkasini eni 30 sm va bundan kichkinasi bor 88 kilolik. Setkasini eni 24 sm. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni 3 million 200 qilib beramiz va dastavkasi ichida. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari mutlaqo bepul. Endi kichkinasiga boradigan bo'lsak, unisini mana kichkinasi ko'chada turibdi, boya hali ishlatganimiz yo'q. Buni narxiga keladigan bo'lsak, bular hozir aksiya narxlarda ulgurib qolinglar, hali ham bular aksiya narxda mana shu yoz oyi boshlanguncha bular aksiyada sotilyapti. 2,5 million bilan O'zbekiston bo'ylab hamma joyga yetkazib berish mutlaqo bepul. Bemalol murojaat qilaveringlar, ko'ryapsizlar, ho'l, quruq, xashak, don, umuman bular bemalol chiqazib beraveradi. Ko'ryapsizlar, 2 minutga qolmasa 10 kilo donimizni chiroyli qilib o'tkazib berdi. Mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin.